Oshqozon. Oshqozon, gaster, lotin tilida, yunon tilida bo'lsa ventriculus deyiladi. Topografik jihatdan 4 dan 3 qismi regio gipoxondrika sinistra sohasida, 4 dan 1 qism bo'lsa regio epigastrika propria sohasida joylashgan. Regioga nisbatan. Qorin bo'shlig'ida oshqozon qorinni yuqoriga etajda, ya'ni kolon transversumdan yuqorida joylashgan hisoblanadi oshqozon. Anatomik jihatdan qismlari: kardial qism, pars kardiaka qizil o'ngash bilan tutashgan, fundus tubi, korpus tanasi hamda antrum pilori qismlari tafovut qilinadi. Bu qismlarni topografik jihatdan ajratish muhim. 30 yoshdan keyin qorinning shakli o'zgarib ketadi, lekin topografiyada bo'limlarni ajratish uchun tuzilmalar mavjud. Misol uchun gis burchagi. Gis burchagi bu kardial qism va fundus orasidagi burchak hosil bo'ladi. Mana shu gis burchagidan liniya o'tkazsak, fundus hamda kardial qismni ajratib olish mumkin. Qolaversa, kardial qism, korpus hamda o'z navbatida fundus vertikaliga joylashadi. Vertikaliga. Antrum pilori qismlari bo'lsa nisbatan gorizontal joylashishini hisobiga insizura angularis hosil bo'ladi. Kurvatura ventriculi minor sohasida o'zi oshqozonni ikkita devori va ikkita manosi bor, kurvaturasi bor, ya'ni egirligi. Pares anterior et posterior, kurvatura ventriculi minor et major. Kurvatura ventriculi minor sohasida mana shu insizura angularis hosil bo'ladi. Natijada korpus hamda antrum pilori qismlarini ajratish imkonini beradi bu. Xo'sh, oshqozonni qorin bo'shlig'ida ushlab turuvchi bo'ylamlar, yuza hamda chuqur bo'ylamlar tafovut qilinadi. Yuza bo'ylamlari ligamentum, birinchisi gastrokolika. Bu ko'ndalang chambar ichakni tutqichiga, ya'ni yo'qsimon tutqichiga, tenia amentalisga charvi tutqichiga bog'lab turadi. Birinchisi bu chuqur bo'ylam, yuza bo'ylam o'zi yuza bo'ylam hisoblanadi bu birinchisi. Xo'sh, keyin ligamentum gastrolienalis taloqqa qarab tortilgan, ligamentum gastrofrenica, ligamentum gepatogastrika bo'ylami hamda ligamentum gastrolienalisdan keyin ligamentum gastrofrenica. Mana shu gastrofrenikadan jigarga qarab yo'nalishda yana bitta bo'ylam hosil bo'ladi, ligamentum frenioezofagiali. Bu ham yuza bo'ylam, ya'ni yuza bo'ylamlari 5 ta. Ligamentum gastrokolika, ligamentum gastrolienali, ligamentum frenogastrika yoki gastrofrenika hamda ligamentum gepatogastrika, ligamentum frenioezofagiali. Bu yuza bo'ylam 5 ta. 6-inchisi ham bor deyiladi ba'zan. Bu ligamentum gepatopilorika deb ataluvchi bo'ylam yuzaga kiradi bu ham. Chuqur bo'ylamlari ligamentum gastropankreatika hamda ligamentum piloropankreatika qismi. Ya'ni pilori qismdan pankreasga tortilgan bo'ylam bu chuqur bo'ylami oshqozonni. Oshqozonning shakllari eng keng tarqalgan shakli bu retortasimon shakli. Shouknenko bu infaksiyalarni bo'lganda bu Shouknenko olim qorinni shaklini o'zini davrida buqani shoxiga hamda baliqchilarni qarmog'iga o'xshatgan. Xo'sh, undan tashqari noksimon shakli hamda xaltasimon shakllar tafovut qilinadi. Xaltasimon shaklda nisbatan plikalar, ya'ni burmalar kam topografiyasida. Xo'sh, qum savatga o'xshash shakli bu patologik shakli hisoblanadi oshqozonni. Xo'sh, qon ta'minoti hamda innervatsiyasi. Oshqozonni qon bilan ta'minlanishi bu aortadan chiquvchi to'q visceral tarmoq, ya'ni Haller uch oyoqchasidan chiquvchi birinchi arteriya gastrika sinistra kurvatura ventrikulyar minor sohasini yarimgacha yo'naladi hamda oshqozonni old, yon hamda orqa devorlarini aynan kurvatura ventrikulyar minor sohasidan korpus hamda nisbat qisman kardial qismgacha tarmoq beradi. Xo'sh, bu to'rdan to'g'ri Haller uch oyoqchasidan chiqdi. Undan keyin Haller uch oyoqchasining keyingi tarmog'i arteria hepatica communis. Arteria hepatica communis dextra et sinistradan bo'linishidan oldin
o'zidan chiqaradi. To'rdan to'ri tarmoq arteriya gastrika dextra. Arteriya gastrika dextra kurvatura ventriculi minor sohasida yotib anastomozlashadi arteriya gastrika sinistra bilan. Undan keyin arteriya gastroduodenalis tarmog'i chiqadi. To'rdan to'ri bu ham arteriya hepatica communisdan. Arteriya gastrika duodenalis bu duodenumning yuqori qismiga borishdan oldin ikkiga bo'linadi. Arteriya gastroamentalis dextra et arteriya pancreatica duodenalis superiorga. Arteriya gastroamentalis dextra kurvatura ventriculi major sohasiga boradi, yarmigacha, hamda pilorik, antrum, korpus qismlarini, old, orqa, yon devorlarini qon bilan ta'minlaydi va Haller uch oyoqchasining 3-tarmog'i arteriya lienalisdan chiquvchi arteriya gastroamentalis sinistra bilan anastomozlashadi kurvatura ventriculi major sohasida. Natijada katta kichik egriliklar old, orqa, yon tomondan qon bilan ta'minlanadi. Faqat fundus qismi qoldi. Fundus qismida ham arteriya gastrika brevis 3 dan 5 tagacha bo'lgan arteriyalar arteriya lienalisdan chiqib qon bilan ta'minlaydi. Nerv bilan ta'minlanishi oshqozonni simpatik nerv bilan 5-9 ko'krak segmentlarini oldingi shoxlardan hosil bo'luvchi nervus splanchnicus major ichki organlarning katta nervi innervatsiyalaydi. Parasimpatik nerv bilan adashgan nervni o'ng va chap poyalari innervatsiya qiladi. Sezuvchi aferent tolalar ham shu vagus hamda nervus splanchnicus major nervlaridan oladi tolalarni. Xo'sh, bu topografiyasi. Topografiyasida yana qovurg'alarga nisbatan joylashishi qismlarini. Fundusi, tubi bu diafragmani chap qismini to'ldirib turadi. 5-7 qovurg'a sohasiga to'g'ri keladi. Kardial qismi bo'lsa 7-qovurg'a sohasiga to'g'ri keladi. Tanasi tubini xanjarsimon o'simtani sathida deb bo'lamiz, sathida to'g'ri keladi qovurg'aga nisbatan. Ovqat bilan to'lmaganda mana shunda joylashadi. Ovqat bilan to'lsa endi 11-qovurg'a sohasigacha tushishi mumkin. Oshqozonni kengayib ovqat massasi bo'lsa. Xo'sh, 12 barmoqli ichak. Endi duodenum. Duodenum bu oshqozon hamda yonbosh ichak, och ichak, ya'ni yeyinum orasidagi ingichka ichakni boshlang'ich qismi duodenum. Duodenum 4 ta qismdan iborat. Pars superior, pars descendens, pars horizontalis hamda pars ascendens qismlaridan tashkil topgan. Duodenumning shakli asosan taqasimon. Pankreasning bo'g'chasini taqasimon shaklda o'rab oladi. Lekin burchakli hamda halqasimon shakllar ham mavjud. Halqasimon shaklda bu 4 tala bo'lagini farqlash qiyin. Lekin burchakli qismi ham burchakli shaklda esa pars descendens qismi deyarli ko'rinmaydi. Xo'sh. Ushlab turuvchi bo'ylamlari duodenumni. Treits bo'ylami ligamentum suspensorium duodeni och ichakka bog'lab turadi hamda ligamentum duodeno-renali, ya'ni ligamentum duodeno-renali mavjud. Xo'sh, bu bo'ylamlar regioga nisbatan joylashishi regio umbilicalis, ya'ni kindik sohasiga hamda epigastrika propria sohasiga to'g'ri keladi duodenumning qismlari. Duodenumni yuqorigi qismi, ya'ni pars superiorida bulbus duodeni, ya'ni piyoscha hosil qiladi. Ham bu pars superior qismi o'ziga xosligi yupqa devori hamda burmalari, pilikalari kam, silliq. Xo'sh, bu pars superiorning orqasidan bulbus duodenining orqasidan bizda arteriya o'tadi. Arteriya gastroduodenalis arteriyasi o'tadi orqasidan. Rentgenografiyada muhim. Qolaversa yara ham aynan mana shu pars superior qismida ko'proq uchraydi. Pars descendens qismida orqa medial devorida pars descendensni so'rg'ich bor. Papilla duodeni major et minor.
papilla duodenum majorga virsungernai, ya'ni ductus pancreaticus majoris hamda ductus cholidocus birikib ampula hosil qilib ochiladi. 55% odamlarda shunday. Lekin 36% holatlarda ampula hosil qilmay ochilishi ham mumkin alohida bo'lib, 9%, 6% odamlarda umuman birlashadi-da, ampulasiz holatda birikadi. Yana 4% odamlarda umuman papilla duodenum majorga emas, 4 ichakni duodenumni qismiga ochilishi mumkin. Pars descendensni devor qismiga qaysidir ampulasiz alohida bo'lib ochiladi. Ya'ni ductus pancreaticus majoris hamda ductus cholidocus. O'sha papilla duodenum minorga bo'lsa, ductus pancreatica minoris ochiladi. Topografik jihatdan pars superior qismi birinchi bel umurtqasi sohasiga, pars descendens qismi bo'lsa ikkinchi, uchinchi bel umurtqasi sohasiga, pars gorizontal qismi L3, ya'ni uchinchi bel umurtqasini gorizontal holatda, gorizontal qismi, ascendens qismi bo'lsa bu yana L2 ga ko'tariladi. Xo'sh, yana bu ko'ndalang chambar ichakka nisbatan qismga bo'lamiz duodenumni: pars supramezokolika, pars inframezokolika. Xo'sh, pars supramezokolikaga pars superior hamda ascendens qismi, inframezokolikaga bo'lsa gorizontal hamda descendens qismlari kiradi va shunga nisbatan a'zolar joylashadi, ya'ni oldida, orqasida, yuqorida a'zolar joylashadi shu qismlariga nisbatan. Pars supramezokolikani yuqorisida bo'ladi, aynan bulbus deb atadik. Bulbus duodenumda, pars superiorda duodenumni jigarni kvadrat bo'lagi yuqoridan. Xo'sh, oldindan bo'lsa o't qo'pi hamda yo'li, orqadan vena porte, orqadan darvoza venasi, pastdan bo'lsa pankreasning bo'shchasi joylashgan. Xo'sh, yuqoridan kvadrat bo'lak, pastdan pankreasning bo'shi, oldindan o't qo'pi, orqadan vena porte. Bu pars supramezokolika. Pars inframezokolikada bo'lsa yuqoridan pankreasning bo'shi va tanasi, pastdan aorta, ya'ni abdominal aorta hamda pastga kovak vena. Xo'sh, orqasida och ichak hamda tutqichlari, oldindan ingichka ichakni, ya'ni yo'g'on ichakni tutqichlari, mezenterik teniyalari joylashadi. Qon bilan ta'minlanishi: arteriya gastroduodenalisdan chiquvchi arteriya gastroduodenali anterior et posterior tarmoqlar beradi. Aynan ramuschasi, ya'ni pankreatika duodenali tarmoqchasidan chiquvchi anterior posterior ramuslar orqali qon bilan ta'minlanadi. Simpatik parasimpatik nervlar bilan bo'lsa, ramus pankreatika duodenali nervus splanchnicusdan chiquvchi to'lalar vositasida parasimpatik nerv ta'minlaydi. Endingi navbat taloqqa. Taloq lien topografik jihatdan tashqi qavarib turgan yuzasi hamda ichki botiq to'mtoq yuzasi tafovut qilinadi. Xo'sh, yuqoriga uchi hamda pastki uchi bor. Nima uchun muhim topografiyasida? Xo'sh, yuqoriga uchi, ya'ni yoki yo'yi desak ham bo'ladi, liniya axillaris bo'yicha, ya'ni o'zi taloq regio hipoxondrika sinistra sohasida joylashgan. Shu sinistra sohasidan liniya scapularis bo'yicha, kurak liniyasi bo'yicha 9-qovurg'a sohasiga hamda 10-ko'krak umurtqasi sathiga to'g'ri keladi yuqoriga uchi. Pastki uchi bo'lsa taloqni liniya axillaris anterior bo'yicha birinchi bel umurtqasini pastki qirg'og'iga, qovurg'a sathida bo'lsa 11-qovurg'aga to'g'ri keladi. Oldingi yuzasi
qavariq, ya'ni bu to'ntoq, ya'ni to'ntoq deyishimiz kerak, uzr, qavariq yoki to'ntoq desam bo'ladi, bo'rtib chiqqan ya'ni. Bunda diafragmani kostal, ya'ni pars costalis qismiga tegib turadi. Bo'rtib turgan yuzasi. Ichki yuzasi bo'lsa bizda yuqoriga old tomondan oshqozonni fundus qismiga, pastki yon old tomondan bo'lsa buyrak, chap buyrak hamda chap buyrak usti beziga tegib turadi taloq. Xo'sh, qorin parda bilan intraperitoneal o'ralgan mustasno taloqning darvozasidan arteriya lienalis kiradi, nervi hamda limfa kiradi, nerv kirdi, chiqadi bizga venasi. Venasi portal venani hosil qilishda muhim. Vena lienalis aynan mezenterik venalar bilan qo'shilib darvoza venasini hosil qiladi. Xo'sh. Undan tashqari taloqni bo'ylamlari ligamentum lienofrenika yoki frenio-lienal desam bo'ladi, diafragmaga tortilgan hamda oshqozonga tortilgan ligamentum gastrolienale bo'ylamlari mustahkamlab turadi taloqni. Xo'sh. Taloqni endi olib tashlash, ya'ni splenoektomiya jarayoni mavjud. Ya'ni nima uchun taloq olib tashlanadi? Topografiyasi mana shu operatsiyasi muhim. Taloqni olib tashlanish holatlari bu echinokokozda, shundan tashqari shikastlansa taloq travma natijasida yokida splenomegaliya bo'lsa, taloqning ikkinchi nomi splen ham deyiladi, ya'ni lien, splen. Lotinchadan yunoncha. Splenomegaliya bo'lsa, kattalashib ketsa taloq, shunda olib tashlanadi. Dastlab sohani tanlaymiz, ya'ni regio gipoxondrika sinistra sohasidan aynan yuqoriga uchi, ya'ni 9-qovurg'a sohasida edi. Mana shu 9-qovurg'a sohasidan laparotomiya qilinadi. Laparotomiyani afzalligi bu kichik teshik bilan ham kam jarohat bilan kiriladi, ya'ni teri osti, kletchatka, keyin muskullar, undan keyin parietal qorin pardadan o'tib, endi taloq topilishi uchun avvalo bo'ylamlari kesiladi. Bo'ylamlari, ya'ni ligamentum freno lienali yoki splenofrenika desak ham bo'ladi va taloq chapga, oshqozon o'ngga surilib, ligamentum gastrolienalini topib, u ham qirqiladi, ya'ni bo'ylamlari qirqilib, undan keyin ligatura qo'yiladi arteriyalarga, ya'ni arteriya lienalis yirik ligatura qo'yamiz. Venasiga ham ligatura qo'yib, nervini ajratib nisbatan va rezeksiya qilib ajratib olinadi, qirqib skapel asboblari bilan. Bu splenoektomiya jarayoni.